Assalomu alaykum, mana muxlislarimiz. Bugun generalniy уборка. Hozir o'g'lim bizga asosan quyonxonaga nimalar kerak, уборкамizga hamma yoqimiz yomon bo'lib yotdi, is bosib yotibdi. Tulluv bo'lgan, setkalarga islar tushib ketgan. O'g'lim sizlarga tushuntirib beradi. Bizga birinchi bo'lib nimalar kerak, Javohir? Assalomu alaykum. Bizga kerak narsalar avvalgisi arava kerak, shpata kerak, istaladigan supurgi, suv, apilka kerak, birinchi o'chirda apilka kerak. Apilkani nima qilasan? Apilkanimi masalan o'sha gasugini tozalaganda sas ketmasligi uchun sepamiz. O'shanga kerak birinchi o'chirda mash kerakda. Bizga apilkani arzonini ishlatamiz, qum sifatligini ishlatamiz. Bizani yirigini ishlatmaymiz. Nima sababdan? Hozir mana bu yerda ochsak, garshogimizni bo'shatamiz, yuvamizda, apilka sochib qo'yamiz. Ispalina bo'lmaydi. Spirgini etdik. Hokondoz, mana suv, обязательно suv bilan yuvilinadi. Mana shu o'g'lim yordamchi bo'ladi. Ikki kishilashib qilmasak, quyon bolachalarimizni quvlab yurishimizga to'g'ri keladi, bola bog'cha bo'ladi. O'shaning uchun charchamagin bolam. Xudo xolisa tezroq bitirib olaylik. Keyin yangi xudo xolisa videolar olamiz.